Assalamu alaikum, aziz qarindoshlarım, aziz xalqim. Men mushu bizniki qurultay to'g'riliq deb o'taylayapman. 30 yilning ichida bu qurultayninki boshlig'i Rabiya Qadirov bo'ldi. Hozir Do'lqin Aysam bo'lyapti. Bular hech qanday bir qilayotgan ishlarning natijasini ko'rmayapmiz. 30 yilning ichida tinjiqqandan boshqa hech qanday ish qilmayapti bular. Mushlarninki qilmayotgan ishlar hech qanday ish qilmagan uchun hozir bizningki vatanda lagerlar paydo bo'ldi, turmalar paydo bo'ldi. Bolalarimizni shu ishkirga akitib Xitoy qilyapti. Qir buvay, mamaylarni qaraydigan odam yo'q. Bolalar hammasi turmada bo'lgandan qir buvay, mamaylarimiz ko'chada qilyapti hozir. Bolalarimizni ko'chada qilyapti, o'lyapti. Ilqindek ishchi organini sotadiganlarni setyapti. Vatanimizniki kundan kun kunlarimiz yig'ilishyapti, xalqimizning kunlari. Bu qurultaylar nima qilyapti? Boshqa tashkilotlarmi, Turkiyadagi tashkilotlar, boshqa yerga ichib olgan tashkilotlar nima qilyapti? Hech qanday natijasi yo'q. Men o'ylayman, bularninki quruq so'z. Mayaqa O'rta Asiyodagi bizningki Uyg'urlarga boshqacha va'da berib bular pul yig'ib o'zlarininki u yoqda qilayotgan namoyishlari elamga mangmaydigan bir namoyishlarni qilib yurdi. Xalq o'ylayotsa festival qilamiz deb qanchalik jidallar bo'ldi. Bular o'ylayotdi, biz majlisni bilmaymiz deb. Hammani biz bilib o'tiryapmiz. Biz hozir o'zimizning xalqimiz uchun, vatanimiz uchun hammamiz ko'yyapmiz. Bizning qo'limizdan hech nima kelmayotdi. Sizlar ashada chet elda chiqib berib olib chet elga Uyg'ur xalqi qanday bo'lyapti, mandaq bo'lyapti deb pullarni taz ilib, yaxshi kunlarni ko'ryapsizlar. Biroq xalqni o'ylayotgan, vatanni o'ylayotgan hech kim yo'q. Shuning uchun bizniki so'raydiganimiz shu qurultaydagilar hammasi bo'shatsin o'rinni. Xalqimiz uchun, vatan uchun ishlaydigan odamlar chiqdi. Mush so'zlarga javob bersin. Nemishga mush vaqtcha hech qanday natijasi yo'q bularning ishiniki. Quruq so'z. Bizga boshqa so'zlab o'zlari oyoqda boshqa ishlarni qilib yurgan. Hech qanday natijasi yo'q.